Xudoga yoqqan joy bor, shuning uchun zo'rasini katta bergan. Xudoga yoqqan joy bor, shuning uchun rizqini keng qilgan. Bu noto'g'ri gap. Nima Iso alayhisalomni Alloh yomon ko'rganmi? Kambag'al edi. Muhammad alayhisalomni yomon ko'rganmi? Nauzubillah. Payg'ambarimiz faqir edi. Qachon biz mana o'lchov tushunchani tuzatamiz, shunda hayotimiz saodatli bo'ladi. Hayotdan maqsad boy, badolat bo'lish emas, maqsad Allohning rizosi. Endi boy bo'lib rozi qilasizmi Allohni, kambag'al bo'lib rozi qilasizmi? U Alloh taoloning yozgan nimasi peshonamizga? Rizqi. Lekin mana ikkita narsani o'lchov tushunchani to'g'ri qilaylik. Demak, Alloh taoloning in'omi, rahmati butun mahluqotlarga berilaveradi. Ammo muhabbati faqat mu'minlarga bo'ladi. Ya'ni Alloh taoloning rahmatidan kofirlar rizqini yeyapti. Alloh taoloning rahmati borligi uchun odamlarga mushriklar ham bola chaqali bo'lyapti, pul topyapti, hayotda yaxshi yashayapti.